Shu kunlarda poytaxtimizda Xitoy Davlat kengashining taraqqiyot tadqiqotlari markazi rahbari, Xitoy Xalqaro taraqqiyot bilim markazi ijrochi direktori Lu Hao boshchiligidagi delegatsiyaning O'zbekiston Respublikasiga tashrifi amalga oshirilmoqda. Muzokaralar davomida turli vazirlik va idoralar bilan uchrashuvlar, shuningdek Samarqandga tashrif ham rejalashtirilgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz. Tashrif doirasida delegatsiya a'zolari dastlab makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar institutida bo'ldilar. Uchrashuvda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, hududlarni kompleks va mutanosib rivojlantirish, iqtisodiy tahlillar sifatini oshirish kabi dolzarb masalalar muhokama qilindi. Tomonlar bugungi global iqtisodiy sharoitda ilmiy asoslangan tahlillar va aniq prognozlar muhim ahamiyat kasb etayotganini ta'kidlab, tahliliy markazlar o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish zarurligini qayd etdilar. Shuningdek, o'zaro tajriba almashish, qo'shma tadqiqotlar o'tkazish, zamonaviy tahlil metodologiyalarini joriy etish bo'yicha muhokamalar olib borishdi. Institut O'zbekistonda ham rivojlanish va iqtisodiyot sohasida tegishli institutlar mavjud bo'lib, Xitoy Davlat kengashi huzurida ham tahliliy markazlar bor. O'tgan muloqotlarda ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish, birgalikda ilmiy tadqiqotlar olib borish masalalarida suhbatlashdik. Asosiy maqsad Xitoy va O'zbekiston mutaxassislarining bilim va malakalarini birlashtirish va bu orqali mavjud muammolarga samarali yechim topishdir. Shu kuni delegatsiya a'zolari iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazida ham bo'ldilar. Unda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, hududlarni tahlil qilishdagi yondashuvlar va strategik rejalashtirish jarayonlari muhokama qilindi. Bu kabi uchrashuvlar davlatlararo hamkorlik aloqalarini mustahkamlash asnosida global dunyoda barqaror iqtisodiy taraqqiyotni rivojlantirishga ham hissa qo'shishi ta'kidlandi.